mingdan ziyod ishchi xodimlar ishlashadi. Mana bu yerda butun texnologik jarayon, ya'ni mis molibden rudalarini qazib olishadi. Bu asosiy boshlang'ich nuqtasi qilmoqda. Opa, siz nima vazifadasiz? Ism familiyangizni aytib oling. Qarshiboyeva Umida mahkamidan. Olmazor metallurgiya kombinati matbuot kotibi. Alo. Burada artık oturuyoruz. Evet. Yılazlar böyle. Onun içindeki havayı derken ya bu poizi var ya zaten. İkinci gün o'sha diqqatni tortganlarda juda ko'p kishi ko'p bo'lishiga qaramasdan böyle jurnalistlar bilan eng muhimi shoirlari boy bo'lgan yurtning boy bo'ladi gadolari ham ijodkorlari boy bo'lgan yurt albatta haqni farovon etadi. Mana bu avvalambor mana shu jurnalistlarning o'zaro fikr almashishida, bir-birlarining o'sha dunyoqarashi bilan o'rtoqlashishida va o'sha viloyat rahbaridan o'zlariga tegishli savollarga javob olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qaraysiz, mana Olmaliq metallurgiya kombinatining Oraq mahallasi turibmiz. Hududida men birinchi marta kelishim va ko'rib xursand bo'ldim. Demak, bu ham menga, masalan, oddiy jurnalist sifatida mening ham dunyoqarashimda, mening ham kelajakda yozadigan o'sha she'rlarda, ijod asarlarimda yangi sahifalar ochadigan umiddaman. Bugungi kunda Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasi, Butunjahon ijodkorlar uyushmasi rahbarining o'rinbosari Toshkent shahrida.